Xullas davom etamiz. Yaratgan aytadi: kim ham uning oldida uning iznisiz boshqa birovni shafaat qila olardi. Yana ham soddaroq aytadigan bo'lsam, kim Allohning qarshisida turib, "Yo Alloh, men mana bu gunohkor bola uchun turib bera olaman. Unga nisbatan muloyimroq bo'lgin, axir u men bilan" deyishga jur'at etadi? Kim Allohga uning iznisiz bu kabi iltimos bilan yuzlana olardi? Aslida bu ta'kid o'limdan keyingi hayotga taalluqlidir. Bu hayotda hech kim shafoatga muhtoj emas. Bu yerda bu masala dolzarb hisoblanmaydi. Qachon odamlar chinakamiga og'ir holga tushib qoladi? Albatta qiyomat kunida. Ya'ni Allohning qarshisida turgan vaqtida. Shunday qilib biz bu hayoti dunyodan oxiratga o'tdik. Birinchi navbatda sizlar ushbu o'tishning qanchalik ahamiyatli ekanini bilishingizni xohlardim. Nima uchun bu kabi zamon almashinuvi sodir bo'ldi? Bu shunday kunki, u kunda hamma Alloh, undan o'zga iloh yo'q degan jumlalar ma'nosini aniq tushunishadi. Bu hayotda bunga shubha bilan qaraydigan odamlar va umuman ishonmaydiganlar ham bor. U kunda hech qanday shubhaga o'rin qolmaydi. U kunda barcha odamlar chin yurakdan iymon keltiradi. O'sha kunda ular Alloh qanchalik al-Hayy ekanini his qiladilar. Chunki ularning barchasi o'limni totib ko'rgan bo'ladi. Sendan oldin ham biror basharga abadiylikni qilganimiz yo'q. Agar sen o'lsang, ular abadiy qolar ekanlarmi? Alloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga go'yoki, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Shunday bo'lsa-da sen ham o'lim sharbatini totajaksan. Shu holda ham ular o'zlarini abadiy yashovchi deb o'ylaydilarmi, deyayotgandek. Alloh yana davom etib aytadi: har bir jon o'limni tatib ko'rguvchidir. Bizgagina qaytarilursiz. Mana shunda biz haqiqiy hayot egasi kim ekanligini chinakamiga anglab yetamiz. Bu Allohdir. Biz hali o'limni tatib ko'rmadik. Shuning uchun ham biz hozircha Al-Hayy ismini tom ma'noda anglay olmaymiz. Faqat qiyomat kunidagina Alloh qanchalar biz uchun qayg'urganini tushunib yetamiz. O'sha kunda ular: "Ey Robbimiz, sen bizni 2 marta o'ldirding, 2 marta tiriltirding. Bas, biz gunohlarimizni e'tirof etdik. Endi chiqishning biror yo'li bormi?" dedilar qabiladagi odamlar bor. Bugungi hayotimizda Alloh yuraklarimiz urishi va nafas olishimizni ta'minlab turibdi. U bizning hayotimiz haqida, quyosh haqida va oy haqida qayg'uryapti. Bizni toza havo bilan ta'minlayapti. Bularning barchasi Allohning ko'rinmas qayg'urishidir. Hozir biz bularning qiymatini tushunmaymiz. Biroq qiyomat kunida uning biz haqimizda qayg'urishi va ustimizdan hukmronligini yaqqol ko'ramiz. Shuning uchun ham hozirgi hayotimizda Allohning ustunligi haqida tafakkur qilishimiz zarur. Qiyomat kunida uning hukmronligi to'laqonli namoyon bo'ladi. Alloh bu haqda shunday deydi: u kelgan kunda hech bir jon gapira olmas, magar u zotning izni ila gapirur. Hech kimning ustidan hukmron bo'lmaydi. Alloh izn berganidan boshqa hech kim shafoatchi bo'la olmaydi. Endi men sizlar bilan shafoatchilik tushunchasi haqida so'zlashmoqchiman. Keyin esa sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shafoatchilik haqidagi hadislarni aytib beraman. Shafoatchilik g'oyasi quyidagicha: tasavvur qiling, mening korxonam bor va odamlarni ishga olaman. Mening ishonchli bir nechta xodimim bor. Masalan, men o'z menejerimga to'liq ishonaman. Menejerimning esa ish qidirayotgan akasi bor. Menejerim unga xavotir olma, men senga ish topib beraman deydi. Men unga ishonishimni bilgan menejerim bir kuni yonimga keladi-da, akamni ishga olasizmi deydi. Men esa yaxshi, muammo yo'q, men senga ishonaman deyman va natijada aka o'z ukasi sababli ishli bo'ladi. Keyin esa u o'z ishiga salbiy yondashadi. Har kuni ishga kechikadi, topshiriqlarni vaqtida bajarmaydi, hamisha ishdan shikoyat qiladi va hokazo. Umuman olganda, uning ayblari ko'payib ketadi va uni ishdan bo'shatmoqchi bo'lganimda yonimga kim keladi? Albatta ukasi. Va shoshmang, u o'zimiznikilardan-ku, keling, unga yana bir bor imkon bering deydi. Xullas vaziyat bunday. Men va o'sha yigit orasida 3-chi odam bor. Mening menejerim, ya'ni uning akasi. Aytingchi, o'sha yigit kimni rozi qilishga harakat qila boshlaydi? Menimi yo o'z ukasinimi? Albatta ukasini. U ichida ukam bor ekan, hammasi joyida bo'ladi deb o'ylaydi. Chunki agar men biror muammoga yo'liqsam ham ukam men uchun turib beradi. Korrupsiya ko'paygan hukumatda ham xuddi shu kabi holat kuzatiladi.
Agar siz soliq to'lashni istamasangiz, shunchaki soliq xodimi bilan yaxshi munosabatda bo'lsangiz bo'ldi. Ular bilan do'stlashib olasiz va ular sizning muammolaringizni hal qilib beradi. Qonunlar, sud haqida o'ylab tashvishlanishga hojat qolmaydi. Eng asosiysi, kerakli tanishlarga ega bo'lsangiz bo'lgani. Odamlar muammolarni chetlab o'tish, o'z kirdikorlarini yashirish uchun hayotning har jabhasida shunday yo'l tutishga urinadi. Ular o'zlari uchun turib beradigan o'rtachi odamni topishga chandon harakat qiladi. Bu kabi odamzod hisobotlardan qochishi, o'z harakatlari uchun javob berishni his qilmaslik kabi psixologik kasallik hozirda dinga ham kirib kelgan. Nasorolar Iso alayhissalomdan xuddi shuni kutadi. Bilasizmi, ko'plab nasoro cherkovlarda odamlar har narsani o'ylab topishlari mumkin. Iso ularni shafaat qilgani uchun ular har qanday gunoh qilishga haqli emishlar go'yo. Ular qanchalar gunohkor bo'lmasin, kimga murojaat qilish mumkin deb o'ylashadi? Allohga emas, Isoga. Ularning fikricha, agar Alloh nasorolar beboshlik qildi, gunohga botdi, qon to'kdi, zino qildi desa, Iso alayhissalom Alloh ularning qalbida bo'lganini aytadi va olam guliston bo'ladi. Nasorolarning fikricha, aynan mana shu, ya'ni kimdir kelib gunohkorlarning nomidan so'zlashi shafaatchilikdir. Ularning o'ylashicha, Iso alayhissalom Allohga juda ham yaqin. Alloh uni juda yaxshi ko'radi va agar u ularga shafaatchi bo'lsa, ularning ishi osonlashadi. Shafaatchilik haqidagi bunday g'oyalar hozirda ko'plab musulmonlar ongiga ham kirib bordi. Bugun ming-minglab odamlar bir necha yillar avval vafot etib ketgan solih, taqvodor kishilarning mavzaliylari, maqbaralarni ziyorat qilmoqda. Odamlar bu kabi kishilarning qabriga borib, ularga yukinadi, shafaat so'raydi. Chunki o'zlari haqida shu qadar rasvo odammanki, Allohdan to'g'ridan-to'g'ri so'rashga haqli emasman deb o'ylaydi. Shu bilan birga ular shunchaki biroz duo qilsalar, oldiga sutlar qo'yib qo'ysalar, dastro'molcha yoki ip bog'lab qo'yishsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh oldida javob berishlariga to'g'ri kelmaydi. Allaqachon o'lib ketgan o'sha taqvodor, vali zot ularga shafaatchilik qiladi deb o'ylaydi. Ularning fikricha bu Allohning qarshisida turishdan qutqaradi. Tasavvur qiling. Siz ularga astag'firulloh, siz shirk qilyapsiz. Bu harom, faqatgina Allohdan so'rash kerak deysiz. Ularning muammosining mohiyati bu emas. Ularning muammosi bu shirk ekanligida emas. Ular shunchaki to'g'ridan-to'g'ri Alloh qarshisida javob berishni istashmaydi. Alloh nimanidir taqiqladi. Ularning qalbi esa ana o'sha taqiqlangan narsaga moyil bo'ladi va ular gunoh qiladi. Bu gunohni qilib bo'lganidan so'ng endi ular Alloh oldida javob berishni xohlamaydi. Shuning uchun ular yaratgan qarshisida turmaslik uchun o'zlari va Allohning orasida turib beradigan kimnidir topishadi. Bu dahshatli, buzuq psixologiya bo'lib, uning maqsadi o'z gunohlari uchun javobgarlikdan qochishdir. Alloh kim mening qarshimda shafaatchi bo'la oladi demoqda. Alloh mening qarshimda hech kim gapira olmaydi demayapti. Biroq uning so'zlaridagi ma'no inkordan ham kuchliroq kelyapti. Bu xuddi kim bir so'z aytishga jur'at topadi, kim o'zini oqlashni istaydi deyilayotgandek. Alloh ushbu so'zlari bilan go'yoki tahdid qilayotgan, bizga chaqiriq yo'llayotgandek. Eslang, biz muhabbatdan boshlagan edik. Biroq yaratganimiz nafaqat mehr va rahm, balki hokimiyat va qudrat sohibi hamdir. Alloh osmonlar va yerning egasi ekanini aytganidayoq o'zining mutlaq hokimiyatini e'lon qilgandi. Va ushbu tahdidli ohang Allohning kuchi va qudratini ideal tarzda ifoda etmoqda. Qani, kim mening qarshimda shafaatchi bo'la olarkin? Chaqiring o'sha shafaatchilaringizni, ko'ramiz, ular sizga yordam bera olarmikin yoki yo'q. Man za kalimasi ikki xil tafsirga ega. Man za birinchisi u kim ma'nosini beradi. Ikkinchisi kim jur'at etadi degan ma'noda keladi. Shuningdek, za so'zi kim ma'nosidagi ko'rsatish olmoshiga teng bo'lishi ham mumkin. Kim? Qaysingiz? Go'yoki Alloh kimgadir ishora qilmoqchidek. Endi men sizga ikkita hadis o'qib beraman. Ular juda kuchli va emotsional. U yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni va o'zlarining shafaatchiliklarini tasvirlaydilar. Chunki Alloh o'zining iznisiz hech kim shafaat qila olmas deb aytgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: Rahman izn bergan va to'g'ri so'zlaganlardan o'zgalar hech gapira olmaslar. Hamma ummondek tarqalib yotgan barcha odamlar jim turganida Rahman izn beradigan o'sha kishi kim ekan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar:
Men qiyomat kuni odamzotning sayyididirman. Bilasizlarmi nima sababdan shunday? Alloh qiyomat kuni avvalgi yu oxirgilarni bir kenglikka yig'adi. Jarchi ularga ovozini eshitira oladi, ko'raman degan odam hammani ko'rib turadi. Quyosh ularga yaqinlashtiriladi. Odamlar toqat qila olmaydigan va ko'tara olmaydigan darajada g'am-g'ussaga botib qolishadi. Shunda odamlar bir-birlariga nima ahvolga tushganingizni, sizlarga nimalar yetganini ko'rmayapsizlarmi? Sizlar uchun Robbingizga vositachi bo'ladigan biron kishini qidirib ko'rmaysizlarmi deyshadi. Ba'zilariga otalaringiz Odam alayhissalom huzuriga boringlar deyshadi. So'ngra uning oldiga borib, ey Odam, siz bashariyatning otasisiz. Alloh sizni o'z qo'li bilan yaratib, ruhidan sizga puflagan, farishtalarga amr etganida ular sizga sajda qilishgan, sizni jannatda turgizgan. Biz uchun Robbingizga shafaatchi, vositachi bo'lmaysizmi? Bizning ahvolimizni va bizga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi deyshadi. Shunda Odam alayhissalom, Robbim bugun shunday g'azablanganki, bundan oldin shu qadar g'azablanmagan, bundan keyin ham hech qachon shu qadar g'azablanmagay. U meni daraxt hosilini yeyishdan man etganida men unga osiylik qilganman. Jonim, ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafaatchiga muhtojman. Mendan boshqasiga boringlar. Nuhning oldiga boringlar deb aytadi. Ular Nuh alayhissalom huzurlariga borib, ey Nuh, siz yer ahliga yuborilgan birinchi payg'ambarsiz. Alloh sizni mudom shukr qiluvchi banda deb nomlagan. Bizning ahvolimizni va bizga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi? Biz uchun Robbingizga vositachi bo'lmaysizmi deyshadi. U ham, Robbim bugun shunday g'azablanganki, bundan oldin shu qadar g'azablanmagan, bundan keyin ham hech qachon shu qadar g'azablanmagay. Men qavmimni duoibat qilib qo'yganim bor. Nuh surasida Alloh taolo va Nuh, ey Robbim, yer yuzida kofirlardan birorta ham harakatlanuvchi qo'ymagin. Albatta sen ularni tek qo'ysang, bandalaringni adashtiradilar va fojir u kofirdan boshqa tug'maslar deganini keltiradi. Nuh surasi 26-27 oyatlar. Qarang, Nuh alayhissalom 950 yil mobaynida ularni kalaka qilgan, Allohni mazax qilgan, odamlarning eng yomoni bo'lgan kofir qavmlarni duoibat qilganlari uchun qo'rquvdilar. Alloh taolo yomon bo'lgan qavmlarni keltirar ekan, Nuhning qavmini eng yomoni deb zikr qilgandi. Ya'ni ulargacha ulardan yomonroq qavm bo'lmaganini Allohning o'zi Qur'oni Karimda bizga bildirdi. Nuh alayhissalom esa ularga qarshi duoibat qildilar. Necha marta? Bir martagina. Shuning uchun ular qo'rquv va dahshatda edilar. Bugun musulmonlar o'zlariga yoqmaydigan jamiyatlar haqida nima deydilar? Taroveh vaqtlarida qaysidir qavmni tilga olib, "Ya Alloh, ularni yakson qil, yer yuzidan sidirib tashla" deyishlarimizni eslang. "Ya Alloh, Amerikani yo'q qil." Bu kabi duolarga har kuni duch kelishimiz mumkin. Nuh alayhissalom nima deyotganini ko'ring. Siz hozirgi xalqlarning birortasi Nuh alayhissalomning qavmidan ham yomonroq deb o'ylaysizmi? U faqatgina bir marta o'z qavmini duoibat qildi. Ehtiyot bo'ling. Xalqlarni duoibat qilmang. Islom uchun duoda bo'ling. Allohdan adolat qaror topishini, musulmonlarga ofiyat berishini so'rang. Bizning bugungi qiliqlarimiz dindan anchagina yiroq. Shundan so'ng Nuh alayhissalom davom etadilar. Jonim, ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafaatchiga muhtojman. Sizlar Ibrohim alayhissalom huzuriga boringlar deb aytadi. Shundan so'ng ular Ibrohim alayhissalom huzuriga borib, siz Allohning payg'ambari va yer ahlidan xalili, do'stidirsiz. Darvoqe, hadisni o'qir ekanmiz, biz ko'ramizki, ular avval Odam alayhissalom, keyin Nuh alayhissalom, so'ng esa Ibrohim alayhissalomga borishganini ko'ramiz. Sizningcha ular yonma-yon turishganmidi? O'sha joyda qancha odam yig'iladi degandim. Butun insoniyat bir joyga jamlanadi. Bir dona qolmaydi. Minglab odam biror kishini qidirayotgan bo'lsa, bu oson ishmi? Butun insoniyat hali bunga bormoqda.
va ularga qarata Ibrohim alayhissalomning huzuriga boringlar deyilyapti. Ular bo'lsa umidsizlik bilan Ibrohim alayhissalomni izlamoqda. Ulardan birortasi shunday deyishi mumkin. Aytganday, bu hali so'roq savol boshlanmasidan avvalgi holat. Bu umidsizlikning birinchi bosqichi. Hamma kalovlanib, u yoq bu yoqqa yugurgancha Ibrohim alayhissalomni izlaydi. Va nihoyat u kishini topgach aytishadi: Siz Allohning payg'ambari va yer ahlidan xalili, do'stidirsiz. Biz bilan Robbingiz o'rtasida shafoatchi bo'ling. Bizning ahvolimizni va bizga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi deyshadi. U ham ularga: Robbim bugun shunday g'azablanganki, bundan oldin shu qadar g'azablanmagan, bundan keyin ham hech qachon shu qadar g'azablanmagay. Men 3 marta yolg'on so'zlaganman. Allohning o'zi uning taqdiriga shuni bitganligini aytish ham mumkin edi. Shunday bo'lsa-da, u buning uchun qo'rquvdi. Ibrohim alayhissalom quyoshga qarab, shu Alloh bo'lsa kerak, oyga qarab, balki Alloh shudir, yulduzga qarab, Alloh mana bu degan edi. Uning bu ishni qilishidan murod ko'p xudolikning qanchalik ahmoqona ish ekanini ko'rsatib berish edi. Shunga qaramay u bularni gapirganidan xavotirlanar va Allohning qarshisida turishdan cho'chib, jonim, 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 ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafoatchiga muhtojman. Sizlar mendan boshqaga boringlar, Musa alayhissalomga boringlar deb aytadi. Shundan so'ng ular Musa alayhissalom huzuriga borib, siz Allohning rasulisiz. U sizni o'z risolati va kalomi, ya'ni o'zi bilan gaplashtirishi bilan odamlardan afzal qildi. Biz bilan Robbingiz o'rtasida shafoatchi bo'ling. Bizning ahvolimizni va bizga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi deyshadi. U ham ularga: Robbim bugun shunday g'azablanganki, bundan oldin shu qadar g'azablanmagan, bundan keyin ham hech qachon shu qadar g'azablanmagan. Men bir odamni o'ldirib qo'yganman. Uni o'ldirishga buyurilmagandim. Jonim, 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 ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafoatchiga muhtojman. Sizlar mendan boshqaga boringlar, Iso alayhissalomga boringlar deydi. Ular Iso alayhissalom huzuriga borib: Ey Iso, siz Allohning rasulisiz. Uning Maryamga tashlagan so'zi hamda uning tomonidan bo'lgan ruh sohibidirsiz. Siz odamlar bilan beshikdayoq gaplashgansiz. Biz uchun Robbingizga vositachi bo'ling. Bizning ahvolimizni va bizga nimalar yetganini ko'rmayapsizmi deyshadi. Shunda Iso alayhissalom ham: Robbim bugun shunday g'azablanganki, bundan oldin shu qadar g'azablanmagan, bundan keyin ham hech qachon shu qadar g'azablanmagay deydi. O'zining biron gunohini zikr qilmaydi va jonim, 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 ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafoatchiga muhtojman deydilar. Biroq e'tibor bering. Barcha payg'ambarlar u yoki bu ayblarni e'tirof etdi. Ammo Iso alayhissalom birorta gunohlarni zikr qilmadilar. Bu ajoyib. Iso alayhissalomni hammasidan ham ko'proq qo'rquvga soladigani u bilan yer yuzida sodir bo'lgan voqealar emas, balki qiyomat kunida sodir bo'ladigani edi. Chunki u kunda ko'plab miqdordagi odamlar Iso alayhissalom ularni shafoat qiladi degan o'yda bo'ladi. Alloh bo'lsa, Isoni Allohning o'g'li va o'zlarining shafoatchilari deganlarga nisbatan qattiq g'azabda bo'ladi. Iso alayhissalom uchun bu haqda o'ylashlarining o'zi ham dahshatli. Shuning uchun Iso alayhissalom ham jonim, 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 ya'ni jonimni Allohning azobidan qutqarish uchun o'zim shafoatchiga muhtojman deydilar. Sizlar mendan boshqaga boringlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga boringlar deydilar. Shundan so'ng ular mening oldimga kelib: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz Allohning rasuli va payg'ambarlarning so'nggisisiz. Alloh avvalgi yu keyingi gunohlaringizni kechirgan. Biz uchun Robbingizga vositachi bo'ling. Bizning ahvolimizni ko'rmayapsizmi deyshadi. Shunda men Robbim huzuriga yo'l olaman va arsh ostiga borib Robbimga sajda qilib yiqilaman. So'ngra Alloh taolo mendan ilgari hech kimga ilhom qilmagan o'ziga aytiladigan maqtovlar va chiroyli hamd va sanolar aytishni menga ilhom qiladi. So'ngra ey Muhammad, boshingizni ko'taring, tilang, tilagingiz beriladi.
shafoatchi, vositachi bo'ling, shafaatingiz qabul qilinadi deyiladi. Shunda men boshimni ko'tarib, ey Robbim, ummatim, 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 ya'ni ummatimga rahm qil deyman. Avvalgi payg'ambarlar qaysi so'zlarni 3 marta takrorlagan edi? Jonim, jonim, jonim. Bizning suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa ummatim, ummatim, ummatim deb qayg'uradilar. So'ng Alloh ummatingdan hisob-kitob qilinmaydiganlarni jannat eshiklarining o'ng tarafidan kirgiz. Ular boshqa eshiklarda kirishda ham qolganlar bilan sherik bo'ladilar, deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafsim izmida bo'lgan zotga qasamki, jannatning ikkala eshigi orasidagi masofa Makka va Humayr yoki Makka va Busra orasi qadar kengdir. Muttafaqun alayh. Ushbu hadisning yana bir varianti bo'lib, ushbu voqeani to'ldiradi. U quyidagicha: Odamlar Odam alayhissalom huzuriga kelib, siz barcha odamlarning otasisiz, bizni Robbimiz huzurida shafaat qiling deyshadi. Odam alayhissalom: mening bunday vakolatim yo'q. Ibrohim alayhissalomga boringlar, u Rahmanning halilidir deydilar. Ular Ibrohim alayhissalomga borishadi va u kishi ham mening bunday vakolatim yo'q. Musa alayhissalomga boringlar, u Alloh bilan roz aytishgan deydilar. Ular Musa alayhissalomga boradilar. Musa alayhissalom: men bunga haqli emasman. Isa alayhissalomga boringlar, u Allohning Maryamga yuborgan so'zi va uning tomonidan bo'lgan ruh sohibidir deydi. Isa alayhissalom ham: men bunga haqli emasman. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga boringlar deydilar. Shunda ular mening huzurimga keladilar. Men esa men shuning uchun yaratilganman. Men Alloh menga izn berishini duo qilaman va menga izn beriladi. So'ngra Alloh taolo mendan ilgari hech kimga ilhom qilmagan o'ziga aytiladigan maqtovlar va chiroyli hamd va sanolar aytishni menga ilhom qiladi. So'ngra Robbimga sajda qilib yiqilaman. So'ngra ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, boshingizni ko'taring, tilagingiz beriladi. Shafoatchi, vositachi bo'ling, shafaatingiz qabul qilinadi deyiladi. Shunda men boshimni ko'tarib, ey Robbim, ummatim, 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 ya'ni ummatimga rahm qil deyman. Menga bor deyiladi. Borib qalbida ingichka soch tolasidek iymoni bor odamni chiqar. E'tibor bering, ingichka soch tolasichalik deyilyapti. Gap iymoni zaif kishi haqida emas, balki ingichka qildek iymon egalari haqida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davom etadilar: men buni qilib bo'lganimdan so'ng qaytaman va yana Allohga menga o'zi ilhom qilgan maqtovlar va chiroyli hamd va sanolarni aytaman. So'ngra uning qarshisida sajda qilib yiqilaman. So'ngra ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, boshingizni ko'taring, tilagingiz beriladi. Shafoatchi, vositachi bo'ling, shafaatingiz qabul qilinadi deyiladi. Shunda men boshimni ko'tarib, ey Robbim, ummatim, 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 ya'ni ummatimga rahm qil deyman. Shundan so'ng u zot sallallohu alayhi va sallamga borib, kimning qalbida zarra miqdoricha iymoni bo'lsa, o'shalarni chiqarish buyuriladi. Men buni qilib bo'lganimdan so'ng qaytaman va yana Allohga menga o'zi ilhom qilgan maqtovlar va chiroyli hamd va sanolarni aytaman. So'ngra uning qarshisida sajda qilib yiqilaman. So'ngra ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, boshingizni ko'taring, tilagingiz beriladi. Shafoatchi, vositachi bo'ling, shafaatingiz qabul qilinadi deyiladi. Shunda men boshimni ko'tarib, ey Robbim, ummatim, 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 ya'ni ummatimga rahm qil deyman. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallamga borib, qalbida misqolcha, tuproq zarrasining bir qismicha, zarraning bir qismicha iymon bo'lsa ham uni chiqarish buyuriladi va men ularni olovdan olib chiqaman. Hech qachon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rmagan odamlar Anas ibn Malik roziyallohu anhu huzuriga undan ushbu hadis haqida so'rash uchun keldilar.
U kishi ularga ushbu hadisni rivoyat qilib berganlarida ular bunga ishonishmadi. Ular qiyomat kunida Alloh iymon keltirganlarga shunchalik mehribonlik ko'rsatishini tinglab hayratlanishdi va biz hech qachon bunga o'xshashini eshitmaganmiz deyishdi. Hamda bir-birlariga yuzlanib, yuringlar, Al-Hasanning yoniga boraylikchi. Bu so'zlar juda ham aql bovar qilmas. U ham bularni tasdiqlarmikin deyishdi. Ular Hasan roziyallohu anhu ni topib borishadi. Biz Hasanning uyini topib bordik, u bilan ko'rishdik. U bizga kirishga izn berdi. Biz unga: "Ey Abu Said, biz oldinga birodaring Anasning huzuridan keldik. Biz undan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oxirat kunidagi shafaatlari haqidagi avval o'rganmaganimiz hadisni eshitdik" dedik. U esa: "Xo'sh, hadisni aytib beringlarchi" dedi. Biz unga hadisni aytib berdik. 3-marta shafaat qilgan joyigacha aytdik. U esa: "Xo'sh, qolganichi" dedi. Biz Anas bundan ortig'ini aytmaganini aytdik. Shunda Hasan bizga aytdi: "Men bu hadisni Anasdan 20 yil avval eshitganman. U hadisning so'ngini yodidan ko'tarilgani uchun aytmadimikin yoki sizlarni xotirjamlikka berilmasin deb aytmadimikan? Bu hadisning davomi bor. Lekin endi hayronman. Sizlarga aytsammi yo'qmi?" Shunda biz: "Ey Abu Said, bizga tezroq ayta qol" dedik. U Qur'ondan insonning shoshqaloqligi haqidagi oyatni aytib kuldi. "Xavotir olmang. Sizlarga Anas menga 20 yil oldin qanday aytgan bo'lsa, shunday aytib beraman" dedi. U sizga aytganlarning bari to'g'ri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar. So'ngra men 4-bor qaytaman. Avvalgisida Rasululloh necha marta qaytgan edilar? 3 marta. Bunisida esa 4-bor ham qaytmoqdalar. Alloh taolo o'sha kuni menga o'rgatgan kalimalar bilan unga hamd aytaman. Uning qarshisida sajdaga yiqilaman. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, boshingizni ko'taring, so'zlang, tinglanursiz." Endi bundan kichik zarra iymon bo'lishi mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: "Men yo Robbim, kim sendan o'zga iloh yo'q degan bo'lsa, ularni shafaat qilishimga izn ber" deyman. Bu safar ummatim demadilar. Kim la ilaha illalloh kalimasini qabul qilgan bo'lsa demoqdalar. Shunda Alloh taolo aytadi: "Izzatimga, jalolimga, kibriyoyimga va azamatimga qasam, sening shafaating sabab kim la ilaha illalloh degan bo'lsa, ularni o'zim do'zaxdan olib chiqaman." Qayerdan olib chiqadi? U paytda do'zaxga odamlar tashlab bo'lingan bo'ladi. Bu hadisni eshitib, men la ilaha illalloh deganman-ku, qoyil, demak men qutulib qolarkanman, baribir oxirida jannatga kirarkanman-ku deb xotirjamlikka berilib qolmasligingiz kerak. Men sizga aytamanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafaatlari 2 xil bo'ladi. Qiyomat kunida ularga 2 xil shafaatga izn beriladi. Ulardan biri mana shu hadisda keltirilgan, ikkinchisi haqida Qur'onda zikr qilingan. Men sizlarga aytib bergan shafaat hadisda, nargisi esa Qur'onda. Va payg'ambar: "Ey Robbim, albatta mening qavmim ushbu Qur'onni tark etdilar" dedi. Furqon surasi 30-oyat. Bir tomondan biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun ummat uchun, ikkinchi tomondan esa Qur'onni tark etganlar haqida aytayotganlarni ko'ryapmiz. Bu mening shaxsiy fikrim va siz men bilan ham fikr bo'lishga majbur emassiz. Hadis va ushbu oyat orasida bog'liqlik bor. Hadisda biz juda ham kichik iymonga ega bo'lganlar haqida eslanganini ko'rdik. Va albatta iymon amallar bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun magarki iymon shu qadar kichik ekan, amallar haqida nima ham deya olardik. Biroq ushbu oyat tiliga e'tibor qiling. U yerda shunchaki Qur'onni tark etish emas, balki Qur'onni tashlab qo'yiladigan narsa kabi e'tiborsizlik haqida gapirilyapti. To'g'ri tarjima mana shunday chiqadi. Ular Qur'oni Karimni tashlab qo'yish mumkin bo'lgan bir narsadek qabul qildilar. Boshqacha qilib aytsak, avvalga ular uni qabul qildilar va shundan keyingina e'tibordan chetda qoldirdilar.
Bugun uncha dindor bo'lmagan oilalarda o'sgan ko'pgina musulmonlar, ular o'zlarini musulmon deb ataydilar. Qur'ondan ancha uzoqlar. Ibodat qilishmaydi, islom haqida bilimlari ham yo'q. Shuningdek, o'z dinini o'rgangan odamlar ham bor. Ular Allohning kalomini o'rganishgan, ammo shundan keyin ular Qur'onni tark etgan. Endi uni o'qimayaptilar. Boshqalarga o'rgatmayaptilar. Bunday odamlar Allohning g'azabiga duchor bo'ladilar. Ular Allohning kalomini o'rganib turib, keyin tashlab qo'ygan, jiddiy qaramaganlardir. Bu jinoyatchilarning bir turi. Ular dindorlardek, Qur'onga amal qiladigandek ko'rinishda, ammo Qur'onni tark etishgan. Bular shunday kimsalarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundaylarning foydasiga emas, zarariga so'zlaydilar. Buning arzirli sababi bor. Ular haqli ravishda jazoga loyiq bo'ladilar, chunki ularga ahli Qur'onlar deb qaralgan edi. Biroq ular Qur'onga muvofiq yashamaydilar. Axloqi jirkanch bo'lib, shu ishlar bilan ko'plab odamlarni Qur'ondan yuz o'girishiga sabab bo'ladilar. Oddiy odamlar ularga qarab, "Shumi endi Qur'onni biladigan odam? Ularning o'zini tutishiga bir qara. Nimaga endi mana shu kimsalar kabi o'sha kitobni men ham o'qishim kerak? Uni o'qiganlar shunday bo'ladigan bo'lsa, Qur'onni o'rganib nima qildim?" deydi. Bular jinoyatchilarning ikkinchi turi.